Dushanba og'ir kun. Allo? Assalomu alaykum. Bank xavfsizlik xizmatidan telefon qilyapman. Ismim Alisher. Hozirgina firibgarlar sizning nomingizga kredit olishmoqchi shekilli. Hozirgi kunda firibgarlardan himoya qilish uchun qo'ng'iroq qilishmoqda. Klassik janr. Nima qilsam ekan endi? Nima qilay? Nima qilsam bo'ladi endi? Shunchaki SMS kodni aytsangiz, bu kreditni bekor qilish uchun kerak. Kreditni bekor qilish kodi. Bu yong'inni benzin bilan o'chirishga o'xshaydi. Aha. 5 4 6 8 4 3. Shaxsiy ma'lumotlaringizni hech qachon va hech kimga bermang. Shoshmay turing, strosdan ham bankdan menga telefon qilasizmi? Tushunmadim. Haqiqiy bank xodimlari SMS kodini so'ramaydi. Agar ikkilansangiz, bankning xizmat raqamiga qo'ng'iroq qiling. O'zingizni va pullaringizni ehtiyot qiling.